Assalamu alaikum. Dünyanın her qaysı yerlerdeki aziz qarindoshlar, bugün dünyanın her qaysı yerlerinden Ceneve'ge yürüyüş kılıp atkan musafirlar, yolcular, hemmeninki seferinin oңuшлuk bo'lishini umid qilamiz. Ve kelish uchun temsilib atkan bütün qarindoshlarninki tirishchanligiga rahmat aytamiz ve şu munosabat bilan bugün Ceneve merkez yani namoyish qiladigan o'rnimizga yaqin bir yerda yig'ilib bugün balduroq kelgan reislerimiz, ustazlarımız, akalarımız ve bu davası bir de kitavatkan fedakar qarindoshlarımızdan bir qanchaylan bu yerga yig'ilib o'ltiribdik. Shu munosabat bilan hammaylar xalqimiz bilan qarindoshlarimiz bilan bir yuz ko'rishil degan munosabat bilan ikkiranni ochdim. İnşallah texmo siyosiy va texmo muhim masalalarni yana bir qatimliq programmalarda texmo deyishimiz. Bugün bu yerda o'tirgan mehmonlarimizdan bir qancha qizdan men so'zini alaman ve ertedeki namoyish qanday bo'ladi va yoki qarindoshlar bilan nima faoliyat xizmatlar bo'ladi degan masalalarda har biraylarninki bir qancha qiz so'zini olgandan keyin yana bir qatimliq programmamizni ko'rishimiz aziz do'stlar. Bu yerda hammanglarga bilishlik Uyg'ur akademiyasininki sobiq raisi, hozir muavin raisi Abdulhamid Qarxon efendi, undan boshqa Dünya Uyghur Qurultayı'nınki reisi emmeyle tanıştık. Bizim lideri yol başçılardan birisi Dolkun İsa efendim. Ondan başka Doktor Reşat Abbas hakimiz bek fikirallahda bek algılarda görünüp ketmesi mi? Bu milletin ezeli hizmetlerini kılıp atkan şahıslarımızdan birisi Reşat Abbas hakim. Ondan başka emmeyle tanıştık. Bunların yakın zamanlıda resmen bu hizmette kitavatkan doktor Erkin Sıdık hakimiz. Onun başka Dünya Uyghur Qurultayı'nın bayonatçısı Dilşat Reşit. Devamlılık sözler diyorsun mu? Onun başka bu etim Kanada'da teşkilatının reisliğine Şarkı Türkistan Kanada Şarkı Türkistan Cemiyeti. Reisliğe saylanılan Tuyğun Abdülmelik. Sizin tutulur gelse. Ben çok. Bu qarindoshlarimiz bilan bugün bir yerde bir sorunlu bo'layotimiz. Bir qancha qizning so'z olaman. Bunda bo'lsa Uyg'urlarning qoidasi bo'yicha cho'ngdan boshlaylik. Men biroz demokratikroq olib ketib qoldim yaqinda. Dolqun İsa efendim. Dolqun İsa efendim. Sizin bu asaslık bunun teşkilatçılarından birisi. Yani bu siyasi faaliyette bir işini başlaş pek mühim ki. Bu süpetle bu Ceneve namayişinin ki ya bu yığılışının ve bunun asas maksatı olan Xitayını tenkitleş. Xitayını ceza meydanına çıkıp sen mazlumlukla vatsa diyen eğitlik için bir yer yığılıp atımız. Bu biz için pek mühim hem. Şunun sözünü sizge belsem bununki dedi ki namayişinin ehemmiyeti, bu faaliyet qanday oldu, bu to'g'risida qarindoshlarimizni bir qancha so'z. Rahmat, assalomu alaykum. Dunyoning hamma tarafida bizni ko'rayotgan qadrdon vatandoshlarimiz oldi bilan shu Jenevega kechida yo'lga chiqayotgan Yevropaning dunyoning hamma tarafida yo'llarda kelayotgan, yo'lga chiqayotgan, chiqish oldida turgan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Ularimiz Jenevada o'rtog'an mishadagi do'stlarimizning nomidan hammalarga salom. Germaniyadan bugün bir qancha avtobuslarda ve küçük maşinlardan mingdan ortiq adam Germaniyaga yo'lga chiqyapti. Gollandiyadan avtobusda bir qancha yüzdegan qarindoshlarimiz avtobus maşinlar bilan yo'lga chiqyapti. Hozir yo'lda yoki chiqish oldida. Belgiyadan yo'lga chiqyapti. Norvegiyadan, Shvetsiyadan ba'zilari tunogin bugundan tortib ular aeroplan bilan keldi, bir qismlari atatiyan yetib kelmoqchi. Finlandiya mushu davlatlardan. Onundan başka yanımız Şveysariyanın üzüden ve başka koştu Fransa'dan bazı qarindoshlarimiz yolda çıkıyordu. Angliyadan küçük gelgen qarindoshlarimiz da bir kısımları etediyen kilidi. Ve şunda uzun kıta atlap Avustralya'dan bir 40-50 qarindoshlarimiz kep oldu bir kısmı bugün keşif kelmekçi. Amerika'dan, Kaliforniya'dan, Washington'dan hem yerlerden bulup bir 30-40 qarindoshlarimiz Amerika'dan Kanada'dan bir 30-40 qarindoshlarimiz bazıları kep oldu. Toronto'dan, Vancouver'dan, yakınlardan, neredeymiş gayretini tuvattan şehrin ismini? Calgary. Calgary'den,
Müşahelelerden bulup Edmonton'dan. Edmonton'dan yani Kanada'nın hem yerlerden neçe 10 bin kilometre yollarını besip Japonya'dan degendek müştak dünyanın her kaysı kıta atlap, devlet atlap yollarda kivatkan, kep boğan, joylashayotgan Türkiye'lerden maşınlar bilen kelgenler var hatta müştak yerindaşlarımız var. Ularning hammasidan Allah razı olsun. Çünkü asan emas. Xitoyda bir devlet bugün töneginin ya Xitoy bilen bo'lgan Birleşken Devletler Teşkilatı'da erta resmi so'roq tartish bo'ldi. Onun dastlabki so'roq tartishimidir bugün başlandı. Bugün etkiye biz vizitinin içitdik. Xitoylar Tibetliklarni kelibdi, bir Uyg'ur qizni kelibdi bu yerga. Bugün Xitoylarni yig'in qildi, bizim yig'in qildik bu yerda. Talash tartishlar başlandı. Ama Xitoylar bizdek jiq adam ekilenmepti. Bir 200 dek adam yaptı bütün Xitoy. Biz hazır neçe ming adamni, belki 8-10 ming adam bo'lishi mumkin. Kutyapmiz. Bütün Uyg'urlar müşaga Janvaga sal bo'lib eqyapti. Shuningga yo'lda kelayotganlarning hammasiga salomat, oq yo'l bo'lsin deymiz. Kelib bo'lganlarga yaxshi aram eling deymiz. Yo'lga chiqmoqchi bo'lganlarga amallik tilaymiz. Xudoyim bo'lsa, ata Birleşken Devletler Teşkilatı'nın oldida etdiğin saat 9'u Wilson Palace'deydiğen sarayı var, Wilson sarayı bildiğin. Şunu aldı könlün koydu. Jığılımız 9'da 10'da yaktım beni bildiğinin ki baş ştabını aldı qarab. Bir putu çolak orundak var, şunu aldı jığılıp aşağıda namayişimiz devam kıldı. Hakikaten bizden bir qancha aydan buyan kütüvatkan, tayyorliqlarni qilayotgan bir günümüz yakınlap kelyapti. Bir qancha aydan buyan nurg'ulg'un davlatlarning hukumat diplomatlari bilan kurashdik. Ati uchun tayyorliqlarni epbadik. Uning xalqaraviy muhitlarini hozirladik. Ham qolganiga ati vatandoshlarımızın şu sanida maydonlarda bo'lishi bilan dunyoga yana bir qatim Xitoy hukumatining muhitini fosh qilamiz. Va Xitoy hukumati hatto bugun bu epbaga yig'inlarda nihoyatda hayran kaldık. Biz soraş talep qilgan bo'lsak bizga fursat bermadi. Acayip yani dünyada Xitoydagidek bir xotirjam, baxt saodat bo'lgan bir davlat yo'q degan ta'sirotni berib nutqlarni o'rlashtirdi bu yerda. Hamma odamning ama kulkisi ostida qoldi. Dedi bu davatqini qaysi Xitoy, qaysi Jungo degan savollar bo'ldi bu yerda. Biz bilgan, biz anglayotgan Xitoy bu emas-ku degandikidek. Ama Xudoyim bo'lsa, ata hiç olmazsa dünya milletlerinin aldıda, 200'ün artık devletlerinin aldıda, neçe yüzgen xalqaro teşkilatlarının aldıda, dünya matbuatlarının aldıda, Xitoyga nisbeten keng ko'lamlik bir jang e'lon qilamiz ve bunu bizim azap çekayotgan 20 milyon artık xalqimizdan erkinlik uchun elib berilayotgan şiddetli bir kurash bo'lib hisoblanadi. Men mushunchalik so'zday rahmat. O'sha qisqa ikkita savol. O'sha bugungi yig'in qanday bir yig'in buni qisqacha. Bugün bu tayyorlik yig'ini, çünkü ata rasmiy Xitoyni so'roq tartidi toplam 133 devlet fikir bayon qildi ekan. Tizimlatgan devlet shunda bizga kelgan ma'lumotlarda. Şu munosabat bugün hem de en ahir qatim şu biz yani bir Tibet sürgün hükümeti, Dünya Uyg'ur Qurultayı, Xatar Aski Milletler Teşkilatı birlikte bir yig'in o'rinlashtirdik. Onunla Xitoyning nurg'unlagan diplomatları, Xitoydan kelgan odamlar qatnashdi, savollarni so'rdi yerda. Onun için bizden kim Xitoy hükümetinin içeride 20-30 teşkilatını birleştirip bir yig'inni qildi. Ular yig'in açıp bizning gaplerimizga qarshi yani bir yig'in açtı. Demek bunday qanchaqdir rasmiy diplomatik kurash bo'ldi. Yani o'xshash zalda biz saat 12'den 2gacha yig'in o'tkazdik. Saat 3:30dan 5gacha Xitoylar yig'in o'tkazdi. Bizning yig'inimiz Xitoylar kirdi, Xitoylarning yig'inimizni kirdik. Yani rasmiy diplomatik bir jang bo'ldi yani bugün. Ondan keyin bu 200 Xitoyni nima uchun ekanligini Xitoyga. Ya bu Xitoyning ministerleri var. Devlet Müdafaa Ministerliğinin adamları var, Tashqi ishlar ministrliğinin adamları var, Muharip Medeniyet Ministerliğinin adamları var, mutaxassislar var. Bunun içinde üniversitenin profesörlerini tatip var. Bularni hamda so'roq tatgan vaqtimizda shunga javob berdi qanga. O'zininki o'tirgan teoriyasini yerda isbotlaydi qanga. Xalqaraga biz unda emas deb dunyoni aldashga kelgan insonlar bular. Allah razı olsun, rahmet. Rahmat. Rishad akamning ko'p ko'rib olammaymiz kirandisini. Shu munosabat bilan bugun qarindoshlarimizga namoyishga keliblar.
bir qancha biz o'zlariniki ko'ngil so'zni. Assalomu alaykum qarindoshlar. Atadagi namoyishninki ahamiyatini aytmoyim ham zo'r. Bu bizning Uyg'urlarninki mush namoyishga kelish va qo'llash majburiyatimiz. Alloh biz Uyg'urlarning ishini oson qilsin. Rahmat. Allah razı olsun. Rahmet. Erkin Kahraman. Özlem'in sözünü alayım. Assalamu alaykum. Hörmətli qarindoshlar. Hozir hammamiz bildigandek millat bir cho'ng taklifni ostida. Bundan keyin millatniki taqdiri qanday bo'ladi? Buni millatniki har bir a'zosiniki bundan keyin tutilgan yo'li belgilaydi. Agar o'tgan asrda mustaqil bo'lgan dunyoda o'tgan asrda mustaqil bo'lgan shu millatlarga qarab boqadigan bo'lsak, ularniki har bir davlatdagi 95%dan ortiq xalqi bir davoni chekirgan. 95%dan ortiq xalq bir ovoz, bir qadam bilan ish qilgan. Mustaqil paytda bütün bir millat a'zolari o'zininki maydonini ifodalagan, o'zining xos taraf tikalagan. Hozir endi aytadiki faoliyat Uyg'urlar uchun o'zininki xos taraf tikalaganini ifodalaydigan, o'zininki maydonini namoyon qiladigan mustaqil fursat. Albatta do'konimiz degandek dunyoning orqasi joylaridan ko'paygan qirinchoq ketdi. Bu bizni mayda xo'shal qiladi. Yana bir tarafdan hozir bizniki kecha kunduz bizniki ko'z oldimizdan ketmaydigan bir ish Uyg'urlarchiligi. Uyg'ur millatini millat qilib turgan shu turli rol o'ynayotgan ziyolilar va qassisodagi sarkarlarning hammasi hozir tutilib ketdi. Oldiga o'lim jazosi berdi. Undan keyingilarga uzun turma jazosini berdi. Endi Nurg'ullarniki hozir qanday holatga kelganini bilmaymiz. Endi Uyg'urlarniki bundan keyingi taqdiri qanday bo'ladi? Bundan keyingi 2 yil intayin muhim rol o'ynaydi deb o'ylayman men. Shaxsan agar shu keyingi 2 yil ichida Uyg'urlar ahvolida bir cho'ng burilish bo'lmasa, biz nurg'ulg'an xalqimizniki hayotidan olib qolamiz. Bu sanbek cho'ng bir necha milliondan 10 milliondan ish ketishi mumkin bo'lsa. Aslida bu boshqa hozir endi butun Uyg'urlarniki o'ylanadigan men nima ish qilaman deb o'zi qiladigan bir payt keldi. Agar bu qatim qilmasak, biz muhim bir fursatni qo'ldan bir qo'yamiz. Keyin bir umr pushaymonda hatta biz o'lib go'l qilgan chaqdami xotirjam kiramaymiz deb o'ylayman. Allah razı olsun. Sizlar hozir boshqa mustaqillik uchun yoki o'zining erkinlik uchun kurash qilayotgan millatlarningki xalqining 95% bunga birga meng'otdi deylar. Uyg'urlarning qancha prosenti mush da'voning ichida deydi. Endi bu sonni mana hal desak, bu bir faraz bo'ldi. Men unda farazdan yaxshi ko'rmayman, asosiy farazni. Lekin Uyg'urlarning ahvoli ichinishliq hozir qadar. Nima ish qilsangiz necha oylar oldida chet eldagi shu aql fon bilan kompyuter ishlatadigan Uyg'urlarningki sonini mo'ljallab chiqqan qarindoshlarimiz bor. Mo'ljallab shuning sonini 55 mingdan chiqadi. Shu yanfini ishlatadigan kompyuter ishlatadigan Uyg'urlarning soni. Bu ulaydi konservativ mo'ljal bu. O'rta Osiyo, Turkiyaning hammasini ichiga oladi. Lekin yaqinda shu murojaatnomalarga imzo qo'yish ahvoli qarab qolgan bo'lsak, ahvolda ichinishdi. Ko'pincha vaqtlarda aran 0.11% kishilar imzo qo'yadi. 55 ming odamniki. Shunga chetaldikida, shunga albatta men degan 20-asrda mustaqil bo'lgan kichik davlatlarningki xalqqa tutgan yo'l aşan seçti olan çağda bizim ahvalimiz ichinishdi. Biz bunda bir holatda sulaktaki necha milyon kishiniki jannat qilib qolamaymiz. Uni qilib qilish uchun bundan cho'g'roq ish qilishimiz kerak. Jihraq odam bu sohaga kirish kerak. Agar unda kirmasa ahvolimiz xatarli. Menimcha
hozir Uyg'urlar ko'pinchisi ancha xotirjam qolmayotgan bo'lib qoldi. Nimishqa degan chog'da shu o'lim jazosi berilgan shular ko'z oldimizdan ketmaydi. Ashlar bo'lg'achqa endi o'zimizdagi maydonni ifodalab har bir odam o'zimizga qancha ish qila olaman deb shuni o'ylab ish qilgan vaqt keldi. Agar bu qatim qilmasak ulgurolmaymiz. Allah razı olsun. Rahmet. Abdülhamid Karahan efendim özlerinin noktası Türkiye'den geldi. Bu Türkiye'den kaç yıl geldim ki yani imkaniyet. Benim bilişimçe 30 yıl adam keldi bilmem. Yine sanın etmem. Assalamu alaikum qarindoshlar, yaxshi ko'ratamizlar. Ko'pchilikka ayon bayon büyüklerimiz o'zining ko'z qarashlarini, ahvolini deb o'tdi. Endi vatanda necha 10 minglagan, 100 minglagan Uyg'urlarning ichida chiqqan tadqiqotchilar, adiblar, yozuvchilar, shoirlar, san'atchilar va tantarbiyachilar qo'lga olindi. Biz muhojiratdagi Uyg'ur ziyolilariga vakolatan Uyg'ur akademiyasi institutimiz bilan Uyg'urlarning hayot mamotliq intayin ig'ir bir kunda qolgan bu paytda o'zimizning maydonini bildirish uchun va muhojiratdagi Uyg'ur ziyolilarini o'zining milliy taqdiriga ko'ngil bo'lishga chaqiriq qilish uchun jamiyatda bo'lmoqda biz. O'zimizning vaziyatimizni ado qilyapmiz. Uyg'ur akademiyasi hozirmuş ziyolilarning asosliq g'olini terildirishga tirishayotdi. Bunun hizmet qanday bo'ladi? Ziyolilardagi uyg'unish endi xalqimiz qo'yib bersak biroz og'rinyapti. Chunki ziyolilardan jiq odam ko'rolmayapmiz sahnada. Bu endi buni bakrak sizlar bilasizlar. Qandayroqmish ziyolilarniki? Endi ziyolilar o'qigan insonlar bir ishni qilsa mo'ljallab o'yinlab qiladi. Kinonda kelmaydi. Shunga ama hozir burun qaraganda ko'p yaxshi. Uyg'unish bor, o'zining hamma o'zininki qo'ldan kelishicha tirishchilik ko'rsatadi. Bizga ovoz qo'shganlarni kundan-kunga ko'payotadi. Hamda burun qaraganda haqdan umidvor biz. Yangi yoshlar yetishib chiqyotadi. Bularni bu sababga qaytilyotadi. Ya'ni hozirgi davr qalam bilan, aql bilan kurash qiladigan davr. Hozir bunga boshqa kuchimiz yo'q. Yani bu aqlni birleştirebilsek yaxshi bir natijaga erishamiz inshaalloh. Rahmat. Allah razı olsun. Sizden bir qancha so'zni olinadi. Assalamu alaikum. Vatandaşlar, bulupma chetdandiki izanlarniki ana tuproq uchun, farzandlarniki kelgusida g'urur bilan shu tuproqda yashash uchun qimmat vaqtinglarni chiqirtib, iqtisodni chiqirtib, o'sha Jenevaga yetib kelayotgan butun yurtdoshlarga salom. Dunyo Uyg'ur qurultayini bo'libmi hozirgi kunlarda millatimizning ig'ir sistemlik bir besim rejimi ostida ilib berayotgan bu faoliyatni qo'llab, quvvatlab, yaxshi fikrlarni berib, yetamigan joylarga bizga normal shaklda fikrlarni yetkazib berayotgan butun vatan so'ygilarga rahmat, sizlarga qo'llab quvvat qilayotganlarga Dunyo Uyg'ur qurultayi. Dunyo Uyg'ur qurultayi yangi bir davrga atlandi. Xalqaro Uyg'ur davoni sistem bilan rasmiy anglatish eng yüksek darajada anglatayoladigan bir darajada birdan bir tashkilot. Bu tashkilotni qo'llashinglar, bu tashkilotning kaynida turishinglar, bu tashkilotningki butun ilib borayotgan faoliyatni ma'naviy jihatdan, maddiy jihatdan qo'llab kelganlarga rahmat aytaman. Ama ishinglar bir kun bo'lsa Dunyo Uyg'ur qurultayi millatimizniki bizga bergan yoki bizga bo'lgan eng chong orzularni amalga oshirishga butun qurultaydagi xizmat raisining yetakchiligida mush xizmatni davom qilamiz. Hargizmi xalqimizniki orzularini yerib qo'ymaymiz. Rahmat sizlarga. Allah razı olsun. Kanada jiroq bir yer, Yevropaga nisbatan kelish imkoniyati va qarindoshlarni balki qiyinchiliklar uchraydi. Qanchalik odam kelgan bo'ladi? Assalamu alaikum qarindoshlar. Kanadaning Vancouver, Edmonton, Toronto, Montreal, London qatorliq shaharlardan 40 ga yaqin Uyg'ur Kanada Sharq Turkiston jamiyatining salomini elib
ve şu yerdeki bütün Uygur halkının salamlarını edip bu namayışga geldi. Bu namayış tarihi devri bölgüçlük bir namayış. Çünkü bu namayışın bunda zor tarihi devrin bölgüçlük bir namayış buluşu vatanimiz Şərq Türkistan içindeki 3 milyondan artık Uygurlarının lagerlarda kamılıp öldürüşleri, köydürüşleri, yani bizge hiç enik bulmagan korkunçluk sansıpırların kilişi bilen Kanada'daki bütün Uygurların kiliş imkaniyeti badi ve bolmadı. Şunun için imkaniyeti barlardan 40 yakın kişi geldi ve başka devletlerden kilvattan karındaşlarıma bütün Kanada'daki karındaşlar namıdan salam yollayayım. Allah razı olsun, rahmet. Ben unçıda köp edem kildi dep oylamagandım, bek jirak bolmuş. Anık şuna olsun 30-40 karındaşımız kildi bu bek yaxşı oldu. Belki onun cıklı oluşmu mümkün. Bazı karındaşlar müşahede kıp gelip bazı yerlerde namayış kılıdığın paranlan var. Onu şu vakti gelgende hem de kılgındı görmesek hazır ben bir yerde bana enik kutumayı tuğduğun şu onu kuturamayım. Demek Kanada'daki karındaşlarının ki bu namayış kalıqı naite ümit bile qarabıdı. İnşallah hayatı netimiz çıkıp ola dep oylayman. Ahırda Kanada Uygur Mescidinin reisi Şavket akimizden bir qancha qız sözünü anlap bakılı. Hoş geldiler. Hoş bulduk. Assalamu alaikum. Barlıq dünyadaki Şərq Türkistanlıq qardaşlar hammalarına hoş vaxt xeyirli olsun. Bugün bana bir şeyge durgun rehberlerimiz, çoğunlarımız, dostlarımız, siyasi aktiflerimiz bugün bir şeyge topluşup bir yaxşı bir ekranda bütün dünyadaki Uygur qardaşlarımızla yüz görüşüyatımız. Bayam bizimki reisimiz Dolkun İsa, çoğunlarımızdan Rişat Abbas, Erkin Kan, Erkin Sıdık Kan, bular hemisi nayet yaxşı paranlan kıldı. Ben şahsen Kanada, Toronto Mescidinin reisi oluştuktan bütün dünyadaki Uygur qardaşlarımızdaki bu ayetki bulduğum namayışqa aktif katmasqanlığına nayetde çin kalbimden rahmet itimen bizninki başka bu muşu ayetki namayışlı kileligen ve kilenmegen qardaşlarımızdaki çokum bizge kilenmegen bolsa onunki sebepleri çokum var. Hiç olmasa ular bizning akımızdan dua kılıp bizning ayetki kıldığan işlerimizde texmi xeyirlik, texmi neticelik oluşunu tilavet deb oylayman. Hammalarga ko'p rahmat. Allah razı olsun. Allah razı olsun, rahmet. Aziz qarindoshlar, yana nurg'un qarindoshlar me'morlik kelyapti. Inshaalloh yana davomli sizlarga me'morlarimizni ikram yuzli bo'lsin. Kelinmagan qarindoshlar bilan ikram yuzli yuz ko'rishtirib turibmiz. Allohga omonat, yana bir qatimliq ko'rishishimizga chamon bo'ladi. Rahmat.